Assalomu alaykum barchaga. Bugun 4-aprel. Bugun 1-2 kun oldin bitta farzandlarni qo'llariga olgan patsientimizni tabriklash uchun alohida shu formatda chiqishga qaror qildim. Biz uchun juda ham aziz bo'lgan, juda ham qiyinchilikdan o'tgan patsientkamiz o'zlarini farzandlarini qo'llariga oldilar. Oradan mana hozir 3 yil avval bizda hujayralarni yig'ish programmasi bo'lgan va u yerda bizdan avval bitta to'liq chet elda eko programmasi bo'lgan, natija bermagan. Lekin birinchi marta 4 dona tuxum hujayra olib uzatib qo'yganimizdan keyin juda ham katta meditsinada bor bo'lishi mumkin bo'lgan barcha asoratlar shu patsientkamizda uchragan. Juda og'ir reanimatsiyaga tushgan, og'ir holatlardan o'tgan qizimiz Allohga shukr jonlari omon qolib, tuzalib, oradan 2 yil o'tib, mana shu 4 ta tuxum hujayrani eritganimizda 3 ta embrionni bittasini ekkanimizda homiladorlik, mana kuni kecha sog'lom farzand qo'lligisiga olishdi. Nima demoqchiman? Statistika bo'yicha muzlatilgan 4 ta tuxum hujayrani 3tasini erishi bu juda ham kamdan kam uchraydi. O'zi bitta siklda olingan tuxum hujayralar urug'lanish va embrion hosil bo'lishi 1 dona embrionga teng. Lekin bu yerda 4 ta tuxum hujayra hammasi erigani, urug'langani, embrion bo'lgani va embrion onaga joylashib ko'p yillik bepishlikdan sog'lom farzand tug'ilgani bu juda ham katta bir chudo. Shuning uchun sizni, butun oilangizni, shu farzandinglarni eson-omon qo'lingizga olganinglar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Butun jamoamiz nomidan siz uchun, o'zimiz uchun juda ham xursandmiz. Umri bilan, rizqi bilan bergan bo'lsin Allohim, tabriklayman.